Attestatsiya bazi 2024 15-savol. Sizga d barobar izohsiz bejonlikda f barobar 9 berilgan. Pifagor teoremasi bilan bu yerning qiymatini aniqlaydigan bo'lsak 6 bo'ladi. Endi bu yerdagi bu yoq x bo'lsa, bu taraf ham x bor. Chunki mana bu uchburchak teng bo'lib qoladi. To'g'ri uchburchakda shunday xossasi bor. Keyin bizda to'g'ri burchak uchun quyidagicha xosslar o'rnalib, balandlik gipotenuzaga balandlik o'tkazsa, balandlik kvadrat proyeksiyalar ko'paytmasiga teng. Demak, bizda xuddi shunday holat bor. Mana atasi to'g'ri burchak, bu gipotenuzaga o'tkazilgan balandlik, demak, 6 ning kvadrati teng bo'lishi kerak. Proyeksiyalar ko'paytmas, bitta proyeksiya x, ikkinchisi x + 9. Bunda x ning qiymati 3 bo'ladi. Demak, bizda a ning qiymati shunda 15 bo'lib qolar ekan. X ni 3 deb oladigan bo'lsak, endi bizda to'g'ri burchak yuzini topish uchun mana bu uchburchakni 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Uchburchak yuzasi bizda 15 ko'paygan 6 taqsim 2 bo'ladi. Mana bu uchburchak yuzasi 12 ga ko'paytiradigan bo'lsak 90 chiqadi. To'g'ri javob B bo'ladi.